Xo'p, qadrli talabalar, bugun sizlar bilan Laravelni qanday qilib Open serverga o'rnatish mumkinligi haqida ko'rib chiqamiz. Bundan oldingi darsimizda Open serverni yangi naqlini o'rnatish haqida biz sizlar bilan gaplashgan edik. Bilamizki, bu yerda kataloglar home ga o'rnagan bo'ladi. Ya'ni mana bu yo'lda menda diskda OS panel, demak OS panel bor, home bor. Biz esa mana shu home ichiga Laravelni o'rnatishimiz kerak. Qanday o'rnatish bo'yicha documentationga o'tamiz. Albatta bilamizki, men buni avval examga qanday o'rnatish kerak, nimalar kerakligi haqida aytganman. Albatta Composer bo'lish kerakligi haqida aytganman. Bilamizki, mana shu narsa bizga Composer uni o'rnatish uchun tayyorlab berar edi. Faqat biz o'sha manzilga kirib olishimiz kerak yoki yo'q. Xo'p, bizga hozirda o'sha narsa kerak desak, komanda stroka, ya'ni buyruqlar qatorini topib olamiz. Bizda mana buni demak administrator huquqi bilan ishga tushiramiz. Bizda o'sha yerga chiqib olaylik. Hop, bu yerga cd os panel deb berib olamiz. Xo'sh, OS panel ichida shu yerda edi, adashmasam, mana home. cd demak home bilan kirib olamiz. Mana shu yerga Laravelni o'rnatish uchun tayyorgarlikni boshlaymiz. Demak, bu narsa birinchi navbatda bu yerga tushmaydi, bu yerga kelib olish shart emas birinchi. Nimaga? Chunki bu birinchi bu kodni yozganingizda yana bir qator ta'kidlab o'tib ketaman. Bu shunchaki internetdan ko'chirib olish uchun asosiy narsalarni tayyorlab oladi. Demak, tayyorlab oldi deganimizdan so'ng shu yerga keyin kirib olish kerak. Mana men avvaldan kirib olganman. Endi ikkinchi holatda mana shu kodni yozamiz. Faqat example app'ni o'rniga boshqa loyihamizni nomini yozishimiz kerak. Misol uchun tajriba. Mana tajriba deb yozamiz. Demak, enter tugmachasini bosishimizga bizda Composer ko'chirib olgan holatdagi narsalarni demak berishni boshlaydi. Bizda React, ya'ni starter kit uchun Vue, ya'ni frontendda yoki Livewire kerak bo'ladi. Biz uchun hozircha hech narsa kerak emas deyishimiz mumkin. Faqat bu yerda kvadrat qavslar ichiga nima yozilgan bo'lsa shuni yoki bu oddiy indekslangan massiv holatda bo'ladi yoki nullni bosishimiz mumkin. Bizda yaxshiroq o'tgan safar tushuntirganman, test rejimlari bor. Bizda klassik rejimda PHP unit, yangi holatda past bor. Nullni bosaman bu yerda. Menga yangi holatdagisi kerak. Default holatda. Endi esa bu asta-sekinlik bilan o'sha yerga tajriba degan katalog ochib, bu katalog ichiga xo'sh Laravelni tavsiya etilganini, ya'ni 12.006 ni o'rnatyapti. Hozirgi kunda bo'lsa 12.8 chiqdi, adashmasam 18'lari. Xo'sh, ana shularni ko'chirishni internetdan boshladi. Demak, bizda ma'lumotlar bazasi talabalarga o'rgatish maqsadida MySQL dan foydalanayotganligim uchun MySQL deyman yoki birni bosishim mumkin. Bo'ldi. Endi bizda default database update, ya'ni bizda hozirda migratsiya qilish shart emas, chunki yangi o'rnatilyapti. Lekin yes qilsak ham hozir muammo chiqadi, chunki yo'q narsa hozir bizda ma'lumotlar bazasi ulanmagan. Shuning uchun no deb qo'yishimiz maqsadga muvofiq. Keyinchalik albatta bazalarni ulagandan keyin migratsiya holatini qilishimiz mumkin bo'ladi. Bizda asta-sekinlik bilan fayllar o'rnab bormoqda va albatta bilasiz, bu narsalar fayllarning soni ko'pligiga, ya'ni tezroq o'rnashi mavjud internetning tezligiga bog'liq. Xo'p, bizda npm install qilishimizni xohlayapti. Hadiyman, lekin katta ehtimol bilan bu narsa hozir ishga tushmasa kerak. Chunki hali ko'p narsalar ulanmagan, lekin menda Node bor. Sizda xatolik chiqadigan bo'lsa, sizda Node yo'q. Bilamizki, Node.js aynan mana shularni o'rnatib beradi. Bizga birinchi welcome ni ishga tushirishi uchun xolos, boshqa holatda kerak emas.
Bu npm degani node packet management degani. Mana menda hammasi yaxshi ketyapti. Sababi shundan iboratki, menda OS panel bor. Xo'p, bu hozir o'rnab bo'ldi. Yangi Laravel holatda dokumentatsiyani bosadigan bo'lsam, mana shu yerga baribir yana qaytib keladi. Lekin hozirda menda xo'sh o'rnadimi o'zi ko'raylik. Ha, mana OS panelda home ichiga o'tsak, tajribani ichiga barcha demak Laravelni paketlari o'rnayotganligini ko'rishimiz mumkin, o'rnab bo'lganini. Lekin mana bu yerda katta ehtimol bilan chiqmaydi hozir, mana yo'q, chunki biz buni hali to'liq qayta ishga tushirmadik. To'liq qayta ishga tushirib, mana shu to'xtaganidan keyin biz bu yerga uni alohida domen sifatida qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bular haqida hozir sekin-sekinlik qadamma-qadam aytib ketamiz. Shu joyda ajoyib ishni tushuntirib o'tib ketishim kerak. Mana bilasiz, hozir Laravelni biz siz bilan tajriba degan katalogga o'rnatdik. Qoida nima edi? Qoida agar home ichiga nechta katalog hosil bo'lib qolsa, buni mana bu joyda ham u narsa hosil bo'lib qolishi kerak. Xo'p, qachonki buni qayta ishga tushirgandan keyin, mana qayta ishga tushdi. Qayta ishga tushgandan keyin bu yo'q. Nimaga yo'q? Tushuntirib beraman. Har bir katalogga kirganingizdan keyin yangi naqli bo'yicha .osp degan katalog hosil bo'lib qolish kerak va uning ichida project.ini degan fayl bo'lishi kerak. Project.inida nimalar yoziladi ko'rsatib beray. Bu yerda sizdagi o'sha loyihaning nomi qaysi papka bo'ladigan bo'lsa, hech bo'lmasa PHP ni yo Nginx ni, xullas kalom, mana shu hech bo'lmasa PHP ni bitta demak holati bo'lishi kerak. Bu yerda project.ini faylida uning sozlamalari bo'ladi, lekin u asosiy mana bu yerda chiqib turishiga javob beradigan narsa bu mana shu joydagi nom. Keling, oddiy ish qilamiz. Biz mana shu example log degan narsani ko'chiramiz. Birinchi mana ko'chirib olamiz. O'sha tajriba degan joyga uni xo'p qo'yamiz. Qo'ygandan keyin biz uni ichiga kiramiz. O'sha project.ini ni ochamiz. Notepad bilan mana example log edi-ku, u yerdan ko'chirib olganimiz uchun biz uni tajriba deb nomlaymiz va mana bu sozlamalarni xuddiki hozirgi holatga qaytarib qo'yamiz. Mana turibdi. Hamma yo'q joyida bizga haqiqatda PHP 8.3 kerak, haqiqatda Nginx 1.26 kerak. Mana hozir ko'ramiz. Aynan tajriba ichiga OSP ni ko'chirib sozlamalarni qilib qo'yganimizdan keyin mana bu yerda hozir u paydo bo'lib qoladi. Buning uchun shunchaki qayta ishga tushiraman. Qayta ishga tushirsam mana ko'rishingiz mumkin. Hatto mana Nginx ichida project.ini ichiga sozlamalar qo'yganmiz. O'sha sozlamalar mana shu yerda paydo bo'lib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin bilasizki, Laravelda buni o'zi yetmaydi. Ishga tushirish mana hozir biz bu yerga buni brauzer orqali ishga tushiramiz deydigan bo'lsak, unda mana bu holat hosil bo'lib qoladi. Nimagaki bizda u narsa public katalogining ichida, to'g'rimi? Publicning ichida, lekin bu publicning ichida bo'lgani bilan biz hali hech qanday ma'lumotlar bazalarini va boshqa holatlarni umuman u yerga o'rnatmaganmiz, domenlarni sozlamaganmiz, sozlash ishlarini amalga oshirib olmagunimizga qadar mana shunaqa muammo bo'lib turadi. Siz bilan hozir u ishlarni ham bir qator ko'rib chiqqan bo'lamiz. Biz hozirgi birinchi qilgan ishimiz mana shu yerga home ichidagi katalogni chiqarib olish uchun .osp bo'lishi ekan. Yana bir ma'lumotni aytib o'tib ketay. Bunday chiqmasligi kerak. Bunday chiqayotganligining yana bir sababi biz unga nastroyka qilib qo'yganmiz. Nginxda 1.26 ga, PHP ni 8.3 ga, lekin ular ochiq. Moduldan o'tganimizdan keyin Nginxda mana 1.26 yashab turmayapti. Uni yoqib qo'yishimiz kerak. Birinchisi, ikkinchisi MySQL ni ishlataman men. 5.2 da buni ham yoqib qo'yadigan bo'lsak, bizda Nginx'ing ishlamayapti deb no gateway berish kerak. Mana shu joyda hozir mana ishlamayapti deb beradi. Biz hali sozlashlarni hali amalga oshirmadik, lekin toza holatda mana shunday bo'lishi kerak. Mana bu holatga kiradigan bo'lsak, e'tibor bering, mana tajribada shu yerda publicning ichida turar edi. Hozir mana kirganimdan keyin, ya'ni sozlashlar hozircha mana shu yergacha to'g'ri, lekin buni .env fayli bor.
mana shu noto'g'ri u narsalarni birin-ketinlikda hop qilinadi. Masalan, mana shu tajriba faylini biz nimada ochayotgandik? PyCharmda ochayotgandik. Bizda PyCharm bo'lishi, uzr, PHP Storm bo'lishi kerak. Ishga tushiraman. Hozir ichida birorta fayl bo'ladigan bo'lsa, uni chiqarib yuboramiz. Chunki bizga hozir yangisi kerak. Mana bizda eski loyihalarimiz bu yerda turibdi. Shunchaki mana shu yerga chertib fayl orqali close project qilamiz. Hozircha bu bizga kerak emas. Hop, bizga open qilib olishimiz kerak. Bizda endi D da emas, S da mana shu joyda OS panel degan katalogini qidiryapman. Chrome da bu yerda bitta obnovleniya qilsak paydo bo'lib qoladi. Mana shuni bossangiz, agar ko'rinmasa, mana shu joyda home da tajribani ochib olishim kerak. Trust mana shu yerning o'ziga readme bizga umuman kerak emas. Mana shu joyda mana MySQL degan joyi bor. Mana shu joylarni birinchi to'g'irlash kerak. Lekin hozir bizda ma'lumotlar bazalari yo'q. Ularni avval sekin-sekinlik bilan tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Shu joyda yodimdan chiqmasdan bitta ma'lumot aytib o'tib ketay. Sizlarga haldan beri asosiy aytayotganlarim ichida aytyapman-ku, tajribani ichida, public ichida bo'ladi deb aytib ketganman. Lekin buni sozlashni shu yerda berib ketish ham mumkin. Bu qanday bo'ladi? Biz OSP panelni, OSP katalogini ochgandik. Bu yerda sozlamalarga kirib, mana shu ishlarni qilgan edik. Agar mabodo biz publicga kirishni xohlasak, tajribada juda ham oson bu. Shu joyga asosiy public director degan bitta o'zgaruvchini olib, bu yerga asosiy katalogini publicga o't deydigan bo'lsak, endi tajribaga kirgan mahalimizda bu to'g'ridan to'g'ri yachekani ochib bermaydi bizga. Ya'ni kataloglar ichida to'g'ridan to'g'ri bu bizga mana shu yerdagi publicni ichiga o'tib ketadi. Bu juda ham sozlashda yangi nima deydi, texnologiya deymizmi, juda ham yaxshi imkoniyat deylik. Imkoniyatni bizga taqdim qiladi. Mana buni uchun amalda ko'raylik. Bu yerdan buni faqat bir marta qayta ishga tushirib qo'yishimiz kerak. Bu sozlanishlar amalga oshirish uchun. Biz endi tajriba desak, to'g'ridan to'g'ri public ichida nima bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerga o'tib ketadi. Mana hozir ochamiz. Tak, ketdi. Mana ko'rishimiz mumkin. Endi haligi fayl va kataloglarni ochmaydi. Tajriba desak, to'g'ridan to'g'ri u yerga o'tib ketadi. Mana shunaqa qilish ham mumkin ekan. Bu juda ham sodda, oson yo'llaridan biri. Shu joyda qiziq ma'lumotni aytib o'tib ketishim kerak. Bu ma'lumot nimadan iborat? Biz MySQL ga ulashimiz kerak-ku. Bizda bu yangi naqlida oddiy 127.0.0.1 bilan ulab ketishimiz kerak edi. Lekin bunday qila olmaymiz. Nimaga? Chunki bu yerda modullar bir vaqtning o'zida bir nechtasi parallel ishlash imkoniyatiga ega. Xo'p, agar bizda bunday bo'lsa nima qilamiz? Biz avvaldan bilib olishimiz kerak, bizni tajriba loyihamiz qayerda turibdi. Xo'p, bizda hozircha demak MySQL yo'q. Bu yerda tanlash shart emas. Lekin modul orqali MySQL ni biz o'zimiz xohlaganini ishlatib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun mana MySQL 802 hozirda ishlab turibdi. Buni hozircha o'chiraman. Bizda MySQL ni ulashimiz kerak. Endi e'tiborli jihati shundan iboratki, bu yerda modul bo'limida o'sha MySQL ga keladigan bo'lsak, MySQL 802 o'chganidan keyin 802 ni hisob qoling. O'sha modulini ochishimiz kerak. Bir qiziq joy ko'rsataman sizlarga. OS panel ichida, modulning ichida mana bir nechta turi bor. Bizga 802 kerak deydigan bo'lsak, bizda oldingilarga qaraganda qiziq jihati bu yerda PHP MyAdmin yo'q. Unda nima qilamiz? Bizda SQL Front bor. Mana SQL Front orqali ulashimiz mumkin. Biroq bularni o'chirib turaylik. Hozir bizga bular umuman kerak emas. Bunisi ham kerak emas deylik. Mana bu ham kerak emas. Endi shu joyga uni ulash uchun biz uni IP-sini doim mana shu joyga localhost deb berardik. Endi unday bera olmaymiz. Chunki localhost 127.0.0.1 ga teng bo'ladi. Bizga MySQL 802 mana turibmiz.
bu 802 da nima login parol qanday kirishimiz haqida asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa, har qanday holatda login root parol yo'q, lekin IP boshqa bo'lishi mumkin. Nimaga boshqa bo'lishi mumkin? Chunki bu yerda modullar turlicha va parallel holatda hamma MySQL ni ishlatib yuborishingiz mumkin. Bir-biriga urushib ketib qolmaslik uchun IP lar o'zgartirilgan. Mana shu yerda myini ni biz ochib ko'ramiz. Mana e'tibor bering. Bu yerda bin adres bog'langan manzil deyishimiz mumkin. Bosh sozlamalardan 127.001 emas, 127.126 50 bo'lib turibdi ekan 802 da. Xo'p, login root password yo'qligi uchun bu yerda demak hech qanday parolsiz ham kirishga ruxsat beradi. Bo'lmasa mana shu yerga password bilan yozib qo'yishimiz kerak. Mana bu klient ichiga 33.6 portda ishlashi mumkin. Mana shuni ko'chirib olasiz. Ko'chirib bo'lgandan keyin serverga shuni yozasiz. Xo'p, hozir bog'lanaman desam login so'raydi. Login bor, parol yo'q. Mana bu yerda ko'rsatilmagan ekan parol. Demak, parolsiz kirish mumkin. OKni bosadigan bo'lsam, faqat bir narsa SQL front menda yaxshi o'rnamagan, xatolik xabarini chiqarishi mumkin. Xo'p, 50 bo'yicha xo'sh. Bu narsa ishlamayapti, chunki mana bu yerdan biz uni ishga tushirmaganmiz. Mana MySQL dan 502 dan mana o'chiq turibdi. Buni ishga tushiraman. Bir marta hozir to'xtaydi, to'xtadi. Ana endi hozirda ishlayapti. Obnovleniya qilasanmi dedi. Mana bu biz uni sozlash oynasini ochib qo'yganmiz. Endi ishga tushiradigan bo'lsak, undagi bazalarini ko'rishimiz mumkin. Ha, menda SQL front C++ da ishlab chiqilgan. Bu narsa ba'zida u bilan muammo keltirib chiqaradi. Bu shunchaki sizlarga ko'rsatish uchun bo'lganligi uchun ko'rsatdim. Lekin hozircha ishlatsa bo'ladi. Mana shu joyda bitta baza bor, information scheme bor, boshqa hech narsa yo'q. Biz esa bu yerga yangi bazani qo'shishga urinib ko'rishimiz mumkin. Xatolik bergani bilan baribir berib ishlayveradi. Aslida boshqasini o'rnatishni tavsiya qilaman sizlarga. Bu tezligida bo'lib qolganligi uchun o'rnatyapmiz. Misol uchun new database deylik, xarakter set. Bizda xarakter setlar muammo. Default holatda turib turadi. Default holatda tursa, ulanishida biroz muammo bo'lishi mumkin albatta. Xarakterlar bo'lmaganligi sababli. Xo'p, session bo'yicha biz hali ham unda turibmiz. Mana biz hali ham unda turibmiz ekan. Xo'sh, buni o'rniga boshqa narsalardan ham foydalanishimiz mumkin. Misol uchun nimalar bo'lishi mumkin? Bu yerda buni bir nechta ma'lumotlar bazasi bilan ishlash mumkin bo'lgan versiyalar yoki eng yaxshisi PHP MyAdmin'da o'zini o'rnatib olsak ham bo'ladi. Buning uchun endi albatta uni yuklab alohida o'rnatish kerak versiyasiga qarab. Bunday holatda nima qilamiz? Demak, bizda PHP MyAdmin'da o'rnatish uchun u endi home ichiga o'rnashga majbur. Misol uchun biz bu yerga bitta katalog hosil qo'yaylik. Misol uchun PHP MyAdmin degan. Mana faqat bunga bilasizki, mana bu yerga qo'shilmaydi bu narsa. Qayta ishga tushirsak ham bu yerga qo'shilish uchun birorta OSPsini ko'chirib bu yerga olaman. Mana qo'yaylik. Buni ichida project init bor. Biz uni mana bu joyini endi biz o'zimizni holatimizga keltirib olamiz. Hop. Mana bu hozircha bizga kerak emas. U tursa ham turmasa ham deyarli qizig'i yo'q. Muhimi PHP ishlash kerak, chunki PHP MyAdmin PHP ustiga qurilgan. Xo'p, bular bor. Bular bo'lganidan keyin mana shu yerda qo'shilishini ta'minlashimiz uchun bir marta qayta ishga tushirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, qayta ishga tushirganimizdan keyin bu yerda hozir degan mana katalog ishga tushib qoladi, lekin bu yerda hozircha hech narsa yo'q, ko'rib turibsiz. Xo'p, bu ishga tushishi uchun albatta u ham publigiga bog'liq. Xuddi biz sizlar bilan birinchi o'rnatib olgan tajribamiz ichida turganidek, mana buni ichida esingizda bo'lsa, base director bor edi. Bizga esa xuddi shuni u uchun ham qo'yib qo'yishimiz kerak. Hali uni
to'liq ko'chirib o'tkazmadik hali, internetdan tortib olamiz uni ham. Xo'p, mana shunday tursin. Mana bundoq pomaga ham saqlab qo'ydim. Xo'p, endi nima qilaman? Endi bizga internet kerak. Bizga PHP MyAdmin desak, bizga mana ofitsialniy saytda, rasmiy saytda bor. Bizda 5.2.2 naqli bor ekan. Mana 5.2.2 naqli ko'chyapti bizga. Xo'sh, mana deyarli ko'chib bo'ldi. Biz uni ichidagi fayllarini olishimiz kerak. O'sha yerning ichiga chiqarib olamiz. Hozir to'liq ko'chib bo'lganidan keyin. Bunda qilaylik. Mana esingizda bo'lsa, mana bularni tushuntirdim o'tgan darsda. Adashmasam. Xo'p, bu narsa hozir ko'chadi bizga. Xo'p, mana buni bu yerda emas, shu yerni o'zida ochishimiz ham mumkin. Menda mana shu joy. Buni hammasini chiqarishni bosamiz. Hozircha provodnikda ishlab turibman. Xo'p, buni setda OS panelda ichida home ichiga mana shu yerga hammasini tashlab yuboraman. Mana chiqardim ham. Provodnikni o'zi Windows 11 da zip fayl bilan ishlay oladi desak, mana buni sekinlik bilan biz aytgan manzilga chiqaryapti. Bunday holatlarda provodnik bilan emas, zip yoki RAR ga moslashgan dasturlar bilan ishlash tavsiya etiladi. Aks holda juda cho'zilib ketadi holat. Bizda bularni barchasini virazit qilib bu yerga tashlashimiz kerak. Mana bu yerga bu endi postoy, buni ichida hech narsa yo'q. Buni o'chirib yuborishimiz mumkin. Xuddi shunday qilib biz nimani ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Uni publicga moslamasam ham bo'lar ekan, adashmasam. Chunki bu yerga qo'yganim yo'q. Chunki Nginx baribir xatolik beradi bu holatda. Xo'p, shu joyda yana bitta ma'lumot berib o'tib ketay. Xo'p, mana shu joydan hozir pomani ichidagi haligi bezni o'chirib tashladim va mana buni VCGI ga o'zgartirdim. Va bir vaqtning o'zida menda hozir PHP ni ikkitasi ishlab turgan bo'lish kerak edi. Mana bunga o'tibdi mana. Mana bu ishlab turibdi. Buni hozircha o'chirib qo'yganman, to'g'ri. Xo'p, mana shu FCGI da ishlatganimdan keyin menda PHP MyAdmin ishlab ketadi katta ehtimol bilan, chunki PHP MyAdmin aynan unga moslashgan. Kelaman, brauzerni ochadigan bo'lsam, mana ishlab turibdi. Faqat bu ishlaydi yoki yo'q hozir ko'ramiz. Yangi username, login password forbidden configuration deyapti. Xo'p, bunda nima edi endi login parol? Xo'sh, login parolini men buni topib olishim kerak. Bu menga ruxsat bermaydi to'g'ridan to'g'ri parolsiz kirishga. Va shunaqa joylari ham bor. Menda nima bor? Sample bormi? Sample bor ekan. Buni kopiya qilib tursam bo'ladimi? Hop. Buni kopiyasini hosil qilib turibchi. Shuni men vaqtincha o'zgartirib turishim kerak. Hop, buni yo'lini topdim. Boshqacharoq qilib, osonroq qilib. Bizda ikkita o'zgarish qildim. Qanaqa o'zgarish? Tushuntirib qo'yay. Mana bu bor-ku. Shuni kopiya qildim. Kopiya qilgandan keyin uni mana bunaqa qilib nomladim. Uni ochdim. Uni ochgandan keyin mana bu yer false bo'ladi. False bo'ladi shu yer. False. Shu false ni true bunda qilaylik. Mana true qildim va mana bu yer local host bo'ladi. Local host bo'ladi. Mana shu local host turgan joyini men qaysi modulga ulamoqchi bo'lsam, menda MySQL 8.2 edi. Shuning uchun men mana shu joyini MySQL dedimda, -8.2 dedim. Keyin qarabsizki, birinchisi nima qiladi? Mana bu sizga o'zi PHP MyAdminga parolsiz kirib bo'lmaydi. True qilib qo'yadigan bo'lsangiz, parol, ya'ni paroli yo'q holatda ham kirishga ruxsat beradi. Ikkinchisi nima qiladi? Bu local host emas, bizga aynan uni domenini
qaysi modul bo'ladigan bo'lsa shu domenga kirish imkoniyatini beradi. Bo'ldi. Undan keyin chiqib ketib, siz bu yerda teradigan bo'lsangiz, o'sha root parol yo'q teradigan bo'lsangiz, bemalol kirishi mumkin bo'ladi. Bu yerdan uni SQL ga o'xshab deb nima beravermaydi, xatolik beravermaydi, lekin mana shu yerda bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi. Mana esingizda bo'lsa, new database deb berib qo'ygan edik. Xuddi shu narsani endi bemalol xuddi avval qilganidek mana shu joyda siz berib ketishingiz mumkin. Faqat mana bu joy new database bo'ladi. Mana bu hozircha turibdi. Hozir men buni ham tekshirib chiqaman. Mana shu joyda turibdi. Hech narsa yo'q holatda. Bu faqat hozircha. Xo'p, endi davom etamiz. Esingizda bo'lsa, loyihaga qaytgandik. Loyihaga qaytyapmiz. Bu yerda men mana buni o'zgartirib qo'ydim. Ya'ni hostimiz bu yoqda настройка 802 da 3306 portda bazada bor. Mana bu joyga keladigan bo'lsak, endi bizda faqat bitta PHP kiradigan bo'lsak, 803 bor, 803 FCGI bor. Bizda mana bu ishlab turganda bu ishlamaydi, chunki ikkalasining versiyasi bir xil, faqat bu boshqa naqli o'zini bitta turdagi. Endi shunday bo'lganidan keyin biz majburmiz mana shu ishlab turgandan keyin bizdagi tajribadagi PHP ni ham mana bunga olib qo'yishga. Mana shunga ikkalasini ham olib qo'ydik. Ishlab turibdi. Endi hozirgi holatda biz tajribani ishga tushiramiz desak, ma'lumotlar bazangda muammo bor deyishi ham kerak. Mana ochamiz, ishga tushiramiz. Ishga tushirsak mana aytadi. Nimaga bunaqa deydigan bo'lsak, bizda bunda session degan hech qanaqa holatlar yo'q. Nimaga? Chunki biz migrate qilmaganmiz. Esingizda bo'lsa, ishga tushirgandan keyin mana bu ishlarni qilar edik. Esingizda bo'lsa, xuddi shularning ichida bittasi ma'lumotlar bazasini mana ulab bo'lganidan keyin albatta migratsiya qilish kerak edi. To'g'rimi? Mana shunaqa holatda bizda xo'sh, qaysi biri ochilib turibdi tayyor. Mana home ichida, keling ichkariga kiraylik. cd tajribaga kirib olaylik. Shu yerga migrate qilaman. Mana migratsiya bo'ldi. Migratsiya bo'lgan holatda hozirgiga mana obnovleniya beradigan bo'lsam, endi mana to'liq o'rnagan holatini ko'rish mumkin. Biroz buni tushunib olgunimizgacha muammo bo'lishi mumkin. Lekin umumiy holatda bir marta sozda bo'lganimizdan keyin bu yaxshi ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari bundagi modullar bir vaqtning o'zida ikkita har xil versiya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 803 emas, 802 holatda parallel holatda ishlashi mumkinligi, MySQL ni har xil ishlashi mumkinligi, PHPMyAdmin da qo'shimcha ravishda o'rnatish mumkinligi, bu holatda config sample linklarni to'g'ri настройка qila olishimiz kabi narsalarni bu darsda ozgina o'rgangan bo'ldik. Lekin har holda biroz mukammallik kirganligini bilib oldik Open Server paneliga. Mana shunaqa gaplar hozirda mana ishlab turibdi. Muhimi mana bu yerda Laravel. Qolgan masalalarga keladigan bo'lsak, sekin qo'shib, albatta tushunib, o'rganib olgan bo'lamiz. Demak, hozircha rahmat, sal bu darsimiz cho'zildi, lekin keyingi darslarda yana ham yaxshiroq bo'ladi.